qancha edi kiradi? Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Bunyodkor mavqeida Yashovchi fuqaro Kamolov Komiljon akaning villada turibmiz. Mana hozir Teplitsa qilganlar, Tikmayi shu yangi texnologiya bo'yicha o'zlari nima qilganlar? Kredit olib 17 million so'm bizni Agrobank hududiy filialidan kredit olganlar. Shu kredit olib tashkil qildilar. Mana yetishtirish. Nergisini ham qo'yamiz o'tadi. Juda bu katta-katta va Fakat ket saat yaramizda. Bunga gullash boshlabdi. Og'zi gullash. Panel parni. Bu yerda ham mana parnurlar bor. Pomidor, badrinlarni ham limonlari bor. Vallahi yaxshi olib. Oshqovoqlarni ham ekib qo'yganlar. Unumli foydalanish uchun maqsadda.